1 avgust 2026 sanasiga befarq qaramang. Chunki bu sana ko'pchilik oilalarning kundalik xarajatiga, pensiya oladigan ota-onalarimizning daromadiga, bank kartalaridan foydalanish tartibiga va bozordagi narxlar harakatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Nimaga tayyor turish kerak? Kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Va eng asosiysi, pulingizni, pensiyangizni, kartangizni hamda hujjatlaringizni qanday himoya qilasiz? Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ish haqi kartasiga pul tushadiganlar, tadbirkorlar, bozordan oziq-ovqat oladigan oilalar, hatto talaba va migrant oilalar uchun ham. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oxirida aniq ro'yxat beraman. Qaysi hujjatlarni tekshirish, qayerga murojaat qilish, kartada qanday sozlamalarni yoqish, narx oshishidan oldin nimani rejalashtirish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar odamning cho'ntagini saqlab qoladi. Avvalo, men bir narsani aniq aytib qo'yaman. Avgust kabi sanalar odatda moliyaviy va ijtimoiy tizimlarda o'tish nuqtasi bo'ladi. Ya'ni yangi oy boshlanishi bilan pensiya va nafaqalar qayta hisoblanishi, ayrim tariflar yangilanishi, bank xizmatlarida cheklov yoki komissiyalar o'zgarishi, ayrim imtiyozlar bo'yicha ariza topshirish muddati boshlanishi yoki tugashi mumkin. Shuning uchun odamlar ko'pincha o'zgarishni kech sezadi. Pensiya kartaga tushganda summa boshqa bo'ladi. Do'konga borganda narx yo'rlig'i yangilangan bo'ladi. Bank ilovasida esa limit, komissiya, tasdiqlash degan xabar chiqib qoladi. Oldin ko'pchilik bunday masalalarni og'zaki eshitgan. Mahalladagi qo'shni aytadi, bankdagi tanish aytadi, bozordagi sotuvchi aytadi. Lekin bu xavfli. Chunki mish-mish bilan rasmiy qaror boshqa narsa. Masalan, pensiya hammaga 20% oshar ekan degan gap tarqaladi. Lekin amalda oshirish faqat ayrim toifalarga, minimal miqdorlarga yoki bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki kartadan kartaga pul o'tkazish bepul bor ekan deyishadi. Lekin aslida bepul o'tkazma faqat bitta bank ichida yoki ma'lum limitgacha amal qiladi. Shu sababli bugungi mavzuda men sizga faqat bitta oddiy qoidani singdiraman. Har bir o'zgarishda 3 narsani tekshiring. Kimga tegishli? Qachondan kuchga kiradi? Qanday hujjat yoki shart talab qilinadi? Pensiya masalasida odamlar eng ko'p adashadigan joy bu oshdi degan so'zning ma'nosi. Pensiya oshishi turlicha bo'ladi. Birinchisi, barcha pensiyalar ma'lum foizga indeksatsiya qilinishi mumkin. Ikkinchisi, faqat eng kam pensiya yoki eng kam nafaqa miqdori oshirilishi mumkin. Uchinchisi, ayrim ustamalar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz keksalar yoki urush va mehnat faxriylari bo'yicha alohida to'lovlar qayta ko'rilishi mumkin. To'rtinchisi, pensiya hisoblashda ishlatiladigan ayrim bazaviy ko'rsatkichlar o'zgaradi. Lekin bu avtomatik ravishda hammaning qo'liga bir xil pul ko'payadi degani emas. Oddiy misol. Aytaylik, bir pensioner oyiga 1 million 2 ming so'm oladi. Agar umumiy indeksatsiya 10% bo'lsa, nazariy jihatdan 120 ming so'm qo'shilishi mumkin. Lekin agar oshirish faqat minimal pensiyaga tegishli bo'lsa, u odamning pensiyasi allaqachon minimal miqdordan yuqori bo'lsa, uning summasi o'zgarmasligi yoki kamroq o'zgarishi mumkin. Yana bir misol, bir onaxon boquvchini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Yonida esa nogironligi bo'lgan farzandi bor. Bunday holatda faqat pensiyasi emas, balki nafaqa turi, oiladagi boqmandalar soni, tibbiy xulosa muddati, ijtimoiy himoya yagona reyestridagi ma'lumot ham ahamiyatga ega bo'ladi. Men pensionerlarga eng avvalo shuni maslahat beraman. 1 avgustga yaqin kunlarda kartaga tushgan pulni faqat bank SMS-iga qarab baholamang. Bank ilovasidan kirib, tushum nomini ko'ring. Ba'zan bir oy ichida pensiya alohida, kompensatsiya alohida, qayta hisoblangan farq alohida tushishi mumkin. Odamlar menga ko'p pul tushibdi, demak oshdi deb o'ylaydi. Keyingi oy esa summa avvalgi holatga qaytib qoladi. Chunki bu bir martalik qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Aksincha, kimdadir pul kam tushsa, darhol vahima qilmasin. Bank kartasida qarzdorlik, aliment ushlab qolish, kredit to'lovi, sud ijrosi bo'yicha chegirma yoki eski plastik karta bilan bog'liq texnik muammo bo'lishi mumkin. Birinchi toifa, hujjat muddati tugaydiganlar. Agar nogironlik guruhi bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi muddati tugagan-tugamaganini tekshiring. Chunki tizimda muddat tugasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Ikkinchi toifa, yashash manzili o'zgarganlar. Ro'yxatdan o'tgan manzil, mahalla, tuman o'zgargan bo'lsa,
pensiya ishi eski hududda qolib ketmasligi kerak. Uchinchi toifa bank kartasini almashtirganlar. Yangi karta ochilgan bo'lsa, pensiya yoki nafaqa to'lovi eski karta raqamiga bog'lanib qolmaganini tekshiring. To'rtinchi toifa qarindosh nomidan pensiya olayotganlar. Ishonchnoma muddati, pasport ma'lumoti, biometrik tasdiqlash talablari yangilangan bo'lsa, to'lovni olishda muammo chiqishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta faol bo'lsa, telefon raqamingiz bankka to'g'ri ulangan bo'lsa, sizga eng kerakli ish vahima qilish emas, nazorat qilish. Ya'ni har oy tushgan summani yozib boring. Masalan, iyun oyida qancha tushdi, iyulda qancha tushdi, avgustda qancha tushdi. Agar farq bo'lsa, sababini so'rang. Lekin har bir farqni mendan pul kesib tashlashdi deb qabul qilmang. Ba'zan pensiya sanasidan olish kuniga to'g'ri keladi. Bank o'tkazmasi 1-2 kun kechikadi yoki to'lov bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Endi narxlar haqida gaplashamiz. Odamlar ko'pincha narxlar birdan oshib ketdi deydi. Aslida narx bir kunda osmonga chiqmaydi. Unga bir nechta omil ta'sir qiladi. Yo'qilg'i narxi, transport xarajati, elektr va gaz tariflari, ijara puli, import mahsulotlar kursi, mavsumiy talab, maktab mavsumi oldidan xaridlar. Ulgurji bozordagi zaxira va hatto ob-havo ham narxga ta'sir qiladi. Avgust oyida odatda oilalar sentyabrga tayyorgarlik ko'radi. Kiyim-kechak, daftar, sumka, oyoq kiyim, texnika, oziq-ovqat zaxirasi. Talab ko'paygan joyda sotuvchi ham narx tezroq ko'tarishga urinadi. Masalan, bir oila oyiga 3 million so'm daromad qiladi. Oziq-ovqatga 1 million 200 ming so'm, kommunal to'lovlarga 400 ming so'm, transportga 300 ming so'm, dori-darmonga 2 ming so'm sarflaydi. Agar oziq-ovqat 10% ga, kommunal va transport 7% ga oshsa, bu oilaning oylik xarajati 200-300 ming so'mga ko'payadi. Bu raqam kichik ko'rinishi mumkin. Lekin pensiya yoki o'rtacha maosh bilan yashaydigan oilada 300 ming so'm bu bir haftalik bozorlik, bir bolaning maktab kiyimi yoki muhim dori puli degani. Shuning uchun men narxlar bo'yicha 2 xil harakatni tavsiya qilaman. Birinchisi, uzoq saqlanadigan mahsulotlarni reja bilan olish. Masalan, un, guruch makaron, yog', shakar, choy, sovun, kir yuvish vositasi kabi mahsulotlar aksiyada bo'lsa va haqiqatan kerak bo'lsa bir oy oldinroq olish mumkin. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hamma narsani vaqt bilan sotib olmang. Chunki uyda ortiqcha mahsulot buzilishi, pulingiz muzlab qolishi yoki narx keyin pasayishi ham mumkin. Ayniqsa sabzavot, meva, go'sht, sut mahsulotlarini zaxira qilishda ehtiyot bo'ling. Bular tez buziladi va noto'g'ri saqlansa tejash o'rniga zarar bo'ladi. Endi bank kartalari haqida gaplashamiz. Bugun ko'pchilik pensiya, ish haqi, nafaqa, stipendiya, bolalar puli, tadbirkorlik tushumini karta orqali oladi. Shuning uchun kartadagi kichik o'zgarish ham katta muammo tug'diradi. 1 avgust atrofida banklar tarif siyosatini yangilashi, ilova orqali operatsiyalar uchun qo'shimcha tasdiqlash joriy qilishi, kartadan naqdlashtirish limitlarini o'zgartirishi, xalqaro kartalar bo'yicha komissiyalarni qayta ko'rishi yoki xavfsizlik talablarini kuchaytirishi mumkin. Bunday paytda odamlar asosan 3 ta xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi xato SMS kodni begonaga aytish. Firibgarlar aynan o'zgarishlar davrida faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, 1 avgustdan kartangiz bloklanadi. Hozir kodni ayting, yangilab qo'yamiz deydi. Hech qachon SMS kodni, PIN kodni, karta orqasidagi CVV kodni, ilova parolni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham buni so'ramaydi. Ikkinchi xato soxta havolaga kirish. Pensiya oshirilganini tekshirish, kompensatsiya olish, kartani ro'yxatdan o'tkazish degan havolalar kelishi mumkin. Bunday havolaga kirsangiz, kartangizdagi pul ketishi mumkin. Uchinchi xato eski telefon raqamini bankda qoldirish. Agar bank kartangiz eski raqamga ulangan bo'lsa, tasdiqlash kodi sizga kelmaydi yoki undan ham yomoni boshqa odam qo'liga tushishi mumkin. Oddiy hayotiy misol. Bir pensioner otaxonning kartasiga har oy 20 million 500 ming so'm tushadi. Unga bankdanman deb qo'ng'iroq qilishadi va kartani yangilash bahonasida kod so'rashadi. Otaxon kodni aytadi. 10 daqiqa ichida kartadan 1 million so'm yechib olinadi. Keyin bankka borganda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Chunki kodni o'zi aytgan bo'ladi. Shuning uchun men har bir oilaga aytaman. Ota-onangizning telefoniga bank xavfsizligi bo'yicha oddiy qoida yozib qo'ying. Kod aytilmaydi. Havola bosilmaydi. Shubhali qo'ng'iroqda bankka o'zim boraman. Birinchi nozik jihat. Oshirilgan to'lov hamma hududda bir kunda tushmasligi mumkin. Ba'zan moliyalashtirish bosqichma-bosqich bo'ladi. Kimdir ertalab oladi,
kimdir kechqurun, kimdir ertasi kuni. Shuning uchun birinchi kuni tushmasa, darhol xulosa qilmang. Lekin 3 ish kunidan oshsa, albatta murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat, pensiya yoki nafaqaga qo'shimcha to'lov olish uchun ayrim hollarda avtomatik tizim yetarli bo'lmaydi. Masalan, oilaviy holat o'zgargan, boqimanda soni ko'paygan, nogironlik guruhi o'zgargan, ishlagan davr bo'yicha staj hujjatlari topilgan bo'lsa, sizdan ariza va tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Davlat o'zi biladi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Tizimda ma'lumot bo'lmasa, hisob-kitob ham bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, narx o'sishi faqat do'konda emas, xizmatlarda ham seziladi. Sartarosh, taksi, ustachilik, yetkazib berish, xususiy bog'cha, repetitor. Ijara puli ham umumiy xarajat oshganini bahona qilib narxni yangilashi mumkin. Agar oilaviy byudjet tuzayotgan bo'lsangiz, faqat non, yog', go'shtni emas, xizmatlarni ham hisobga oling. 4-nozik jihat, kartadagi limitlar. Ba'zi odamlar to'y, davolanish yoki uy ta'miri uchun kartadan katta summa o'tkazmoqchi bo'ladi. Lekin bankda kunlik limit bo'lishi mumkin. Masalan, bir kunda 5 million yoki 10 million so'mdan ortiq o'tkazmoq uchun qo'shimcha tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun katta to'lov bo'lsa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Oldindan bank ilovasida limitni tekshiring yoki bankka borib aniqlang. 5-nozik jihat, qarzdorlik va avtomatik yechimlar. Agar kartangizga pensiya tushsa va shu kartaga kredit to'lovi bog'langan bo'lsa, bank qarzni avtomatik yechishi mumkin. Odam pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, keyin qarzga ketgan bo'ladi. Buni bank ilovasidagi operatsiyalar tarixidan ko'rish mumkin. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, pensiya guvohnomasi, nogironlik xulosasi, ishonchnoma, bank kartasi muddati, telefon raqam ro'yxati, yashash manzili ma'lumotlari joyida bo'lsin. Agar biror hujjat muddati tugayotgan bo'lsa, avgustni kutmang. Oldindan Davlat xizmatlari markazi, pensiya bo'limi, mahalla yoki bankka murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya yoki nafaqa summasini yozib boring. Oddiy daftar oching. Oy nomi, tushgan summa sana izoh. Masalan, iyul 1000 million darm erim min so'm. 5 iyul pensiya. Avgustda boshqa summa tushsa darhol solishtirasiz. Bu sizga bahslashishda ham yordam beradi. Chunki og'zaki kam tushdi deyishdan ko'ra aniq raqam bilan murojaat qilish kuchliroq. Uchinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. O'zgarishlar bo'yicha prezident farmoni, hukumat qarori, vazirlik yoki pensiya jamg'armasi axboroti, markaziy bank va banklarning rasmiy sahifalari asosiy manba bo'lishi kerak. Telegramdagi noma'lum kanal, WhatsAppdagi audio, bir tanishim aytdi degan gap asosida qaror qilmang. 4-qadam, bank kartangizni himoyalang. Bank ilovasiga kirib SMS xabarnoma yo'qolganini tekshiring. PIN kodni tug'ilgan kuningiz yoki 1021 kabi sodda raqam qilmang. Internet to'lovlari uchun alohida limit qo'ying. Agar kartadan ko'p foydalanmasangiz, onlayn to'lov limitini past qiling. Katta pul tushganda hammasini bitta kartada saqlamang. Bir qismini omonatga, bir qismini alohida kartaga, kerakli qismini kundalik xarajat kartasiga ajrating. 5-qadam, oilaviy byudjet tuzing. Avgust va sentyabr xarajatlari odatda ko'proq bo'ladi. Maktab kiyim, kommunal to'lov, dori, transport, oziq-ovqat, kredit to'lovi, ijara bo'yicha alohida ro'yxat qiling. Daromadingizdan avval majburiy to'lovlarni ajrating. Keyin bozorlik qiling. Aks holda oy boshida katta xarid qilib, oy oxirida kredit yoki qarzga kirib qolish mumkin. 6-qadam, murojaat qilish tartibini biling. Agar pensiya bo'yicha muammo bo'lsa, avvalo hududingizdagi pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, pensiya hujjati, bank karta ma'lumoti, oxirgi tushumlar skrinshoti yoki bankdan ko'chirma. Ariza uchun telefon raqam olib boring. Arizada muammoni aniq yozing. 2026 yil avgust oy pensiya to'lov bo'yicha summa farqini tushuntirib berishingizni va qayta hisob-kitobni tekshirishingizni so'rayman. Hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. 7-qadam, narxlar bo'yicha cheklarni saqlang. Ayniqsa yirik xarid qilsangiz, maishiy texnika, dori qurilish materiali, maktab formasi. Agar narx, kafolat yoki mahsulot sifati bo'yicha muammo bo'lsa, chek sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. Cheksiz xaridda huquqingizni himoya qilish qiyinlashadi. Demak, 1000 avgust 2026 atrofida eng muhim yo'nalishlar 3ta. Pensiya va nafaqa to'lovlarini aniq tekshirish. Narxlar o'zgarishiga oilaviy byudjet bilan tayyor turish. Bank kartalarini firibgarlardan himoya qilish. Men sizdan vahima qilishingizni emas, tartibli harakat qilishingizni so'rayapman.
hujjatni tekshiring, summani yozib boring. Rasmiy manbaga qarang, kartangizni himoyalang, katta xaridlarni oldindan rejalashtiring. Agar sizda pensiya, narxlar yoki karta bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz? Qanday muammo bor? Qaysi to'lov turi haqida so'rayapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onangiz va qarindoshlaringiz ko'rsin. Kanalga obuna bo'ling. Chunki oldindan ogohlantirgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham saqlab qoladi.